Hammaga bugün Cosmos Gamer. Do'stlar, yaxshimisizlar? Xullas, men yana yangi video olishga qaror qildim. Bugun men yana yangi video ko'rib qoldim. O'tgan galdagi videodagi o'xshash bir xil pashti. Faqat unda mashinalar bo'lsa boshqacharoq-ku. Hozir sizlarga videoni ko'rsataman. Qani bo'lmasam ketdi. Close. Hey. Xullas do'stlar, men birinchi lokatsiyani ko'rdim. Mana Mamut ekan. Xullas hozir borib sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Zanetto degan mashina bo'lar ekan. Zonteromi Zanetto shunaqa mashina bo'lishi kerak ekan. Короче, do'stlar, mana men kelib qoldim. Keldim pashti. Kirosam bo'ldi. Xullas do'stlar, men bilmadim. Menda nimadir yo'q ekan. Lekin bo'lish kerak. Sizlar kelib tekshirib ko'ringlar. Nimadir menda chiqmadi. Hop, endi ikkinchi lokatsiyaga o'tamiz. Xullas do'stlar, ikkinchi lokatsiyani ko'rdim. Mana Mamut ekan. Xullas hozir qanaqadir mashina bor ekanda. Hozir videoda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Tegashli mashina bor ekan. Hozir o'shaning yoniga boramiz. Qani bo'lmasam ketdi. Mana do'stlar, yaqinlashib qoldim. Keldim desa ham bo'ladi. Hozir kirib ko'ramiz. O'tib ketdimmi? Manimcha o'tib ketdim. Yoki Mamutdami? Bu yerda yo'q ekan. Voy. Mana mashitni belgilaganda do'stlar. O'rtoqlar mashitni belgilagan. Mana tegidamikini. Xullas do'stlar, men unaqani topolmadim mashinani. Shunaqa men o'zim yonimdan ikkita lokatsiya ko'rsam, agar meni o'tgan videomni ko'rganlar biladi. Birinchisi mana Mamutda. Bu zo'r mashina chiqib qoladi, tuzum o'sha payt o'tgan videomda. Hozir uni ham borib ko'rsam agar bo'lsa. Xullas do'stlar, mana kelib qoldim o'tgan. Men o'tgan videomda etudim bilganlar biladi. Mana Mamut qizil millionlik parkovka bor. Mashina ichiga kirasizlar. Mana boyga qidirayotgan mashinamiz chiqib keldi. Boya birinchi lokatsiyamizda mana shu mashina bo'lishi kerak edi. Dotidan odam Xullas, mana shunaqa mashinalar chiqadi.
Tushundilar o'zinglar. Xullas do'stlar, hozir 3-lokatsiyani ko'rsataman. 3-lokatsiya adashmasam. Hop, qayerda edi? Ha, mana kerak, mana ishda. Eslab qolinglar, mana ishda. Hop, boramiz o'tgan. Mana do'stlar kelib qoldim o'tgan. Keldim. Mana masjid bo'lishi, mana. Ha, bo'ldi. Mana masjidga kirasizlar, to'g'ri. Ikkita mashina turgan bo'lishi kerak. Adashmasam. Shunaqa mana garajga kirasizlar. Qarasanglar, butun yo'l bor ekan. Mana bitta mashina bo'lishi kerak edi. Boyga, barga ko'zga ko'rgan mashinamiz. Hop, shunaqa endi ketdi boshqa lokatsiyaga. Xullas, keyingi lokatsiya Michaelda bo'ladi. Michaelda bo'lmasa o'xshamaydi deb eshitdim. Xullas, hozir tekshirib ko'ramiz. Bu Michael uyiga yaqinda. Mana. Mana masjidda. Bugatti mana bo'lishi kerak. Shuna kelganinglar, agar bo'lsa, mana masjidda shuna bo'ladi. Mashina qo'yib ketishgan bo'ladi men turgan joyga. Xullas, ketdi endi boshqa lokatsiyaga. Keyingi lokatsiyani ham ko'rib oldim. Keyingi lokatsiya mana Amitda ekan. Xullas, etishi bo'yicha militsiyani Lamborghini ana mashinasi bor ekan. Qayerdadir. O'sha lokatsiya bergan joyimda ko'ramiz. Xullas, do'stlar, Amitga ham kelib qoldim. Mana garajmi? Qaysidir garaj sotdi. Bitta yo'q. Bitmas. Topamiz. Mana. Bittamikin. Parkovka qilamiz, militsiyani. Topamiz. Xullas, do'stlar, topdim. Mana masjidga kirdi. Mana bitta turgan bo'lishi kerak edi. Xullas, yo'q ekan, o'tkazib qo'yiladi. Xullas, do'stlar, shunaqa qilib sizlar bilan bugun ko'rishimiz bo'ldi. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska etishdan chiqmasin. Sizlar bilan bugun ko'rishimiz xayr. Amin.